Hayotimda shunaqangi og'ir toshlarni ko'tardim, o'zimcha og'ir ko'tardim deb o'ylaganimda, har kuni reanimatsiondan 2 ta vaqtda telefon bo'lardi-da. Ertalab 9:30 da, kechqurun 6:30 da dori olib kelib bering deb. Zalda shogirdlarimga qarab turdim, 8:30 da telefon bo'ldi-da. Ana o'sha telefondan qo'rqdim. 8:30 da telefon bo'ldi. Hayotimdagi eng og'ir ko'targan yukim o'sha telefonimni mana shu bitta knopkasini surish bo'ldi. Qani endi menga shu anesteziolog Anvar aka adashib tushgan bo'lsa deymanda, yuragim dukkillaydi, bilin. Bitta ko'tardim, tot звонокda, короче. O'sha звонок. Всё, tayyorgarligingni ko'r, уже всё dedi. Demak, shuni tushunib yetdim, hamma narsaga o'zini vaqti bilan taxlab qo'yib boraverar ekanda. Eng motivatsiyalarimning sultoni, har kuni ertalab uyg'onib orzularimni bo'lishadigan insonim edi. Keyin mana o'sha qancha oldimga yutuq kelgan taqdirda ham yutuq